Bahor fasli kirib keldi. Endi avtomobillaringizda men sizga hozir aytadigan o'zgarishlarga tayyorgarlik ishlarini boshlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz qishki shinalardan foydalangan bo'lsangiz, bahor kelishi bilan ularni yozgi yoki universal shinalarga almashtirishingiz kerak bo'ladi. Sababi iliq ob-havoda qishki shinalarning sarf xarajatlari ko'payadi va ular tezroq yelishni boshlaydi. Dvigatel moyini tekshiring va almashtiring. Sovuq ob-havodan keyin moyning qalinligi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun uni tavsiya etilgan turiga almashtirish kerak bo'ladi. Akkumulyatorni ham tekshiring. Qishda akkumulyatorlarga ko'proq bosim tushadi. Bahor kelishi bilan akkumulyatorni tekshiring. Agar zarur bo'lsa, ularni zaryadlang yoki ularni almashtiring. Sovutish tizimini nazorat qilish, radiator va antifriz darajasini tekshirib, bahor va yozgi issiqlikka tayyorlash kerak. Kuzovni tozalash va himoyalash. Qishda avtomobil yo'llardagi tuz va kimyoviy vositalar bilan ifloslanadi. Bahorda kuzovni to'liq yuvish va tuz qoldiqlarini tozalash kerak. Lak qoplamasini tekshirish va himoya qilish uchun vositalar qo'llash kerak. Salonni tozalash va havo filtrlarini almashtirish zarur. Yoqilg'i sarfini kamaytirish. Bahor va yozda yoqilg'ini tejash uchun havo filtri, shamlar, ya'ni svitchalar va injektorlarni tekshirish kerak. Ular toza bo'lsa, avtomobil kamroq yoqilg'i sarflaydi. Konditsionerni ham tekshirib oling. Uzoq vaqt davomida, ya'ni qishda konditsionerning ishlamaganligi sababli uning freonlari kamaygan bo'lishi mumkin yoki changga to'lgan bo'lishi mumkin. Bamper va chiroqlarni tekshirish. Bahor faslida yomg'ir va tuman ko'p bo'lishi mumkin. Shu sababli faralar, tuman chiroqlar va bamper holatini tekshirish muhim hisoblanadi. Agar ushbu tavsiyalarga amal qilsangiz, avtomobilingiz bahor va yoz fasllari uchun tayyor holda bo'ladi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang.